Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar. Bugun gazetdagi eskirmanlarni oshirishimiz bo'lib kelamiz. Kredit bo'yicha so'rov ham murojaatlarimiz bo'lsa, bersangiz bo'ladi. Ya, eskirmanlarga savdoga kredit bormi? Kreditimiz bor, 312-son qarori bo'yicha birinchi o'g'il beramiz. 19% dan, ayol tadbirkorlar bo'lsa 17% dan beramiz. 19% bo'lgan ne? Abortni olib bundan qanday? Aylanma mablag' qilib olsangiz bo'ladi. 18 oyga beriladi muddati. 19 shahar yo'lmasa xizmat ko'rsatuvga olsangiz bo'ladi, u vaqtda 2 oyga beriladi. Ya, 18 oyga beriladi, 19% bo'ladi. 19% bo'ladi. O'zi perishdan do'g'ri berishdi. To'g'ri bo'ladi. O'zi shu qasab bersa, shu hisob deydi. Kod ko'rish bo'ladi. Chiqarib beramiz kreditimiz. Savdoga deb olacakmız bunda. Aylanma mablag' bo'ladi. Qanday o'pish bezatdi? Sperma bu ishlayotganda 1 yil bo'lgan bo'ldi. Yig'ildan o'tdi. Unda tafsir qo'shinish bor, biz ko'rishsa. O'rni zalog ketdi bizda. Ya, zalog bo'lmaydi. Zalog bermish. 100 millionga deyim, bezalog. 18 oyga. 18 oyga. Aylanma mablag' bo'ladi, sug'urta to'lasangiz bo'ladi. Hozir asfalt so'rayaptimi? U 7 yilga. 7 yilga.